Bir narsa 2 kundan beri esimga kelyapti. Bir yaxshi amal bor. Bir kishi vafot etsa, hamma musulmon birodarlari uchun bir narsa sunnat bo'lib qoladi. Vafot etgan xonadondan dasturxon ko'tarib borib xabar olish. Bilasizlarmi shunaqa sunnat borligini? Bu sunnatni ayollar bilishadi, sunnat amal deyishmaydi-yu, yaxshi ish deyishadi. Mana shu sunnat o'zi erkaklar uchun sunnat. Afsuski bizi erkaklarimiz u joyga borib ovqatlanishni sunnat deb o'ylashadi. U joyga ovqat olib borish sunnat. Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu vafot qilganlarida bu kishini Rasululloh juda ham yaxshi ko'rardilar. O'zi amakisining o'g'li bo'ladi. Bu odamni shu o'ligini Rasululloh olib boradilar uyiga. Yosh bolalari bo'ladi. Bu odamni tanib bo'lmaydigan darajada qilishib olgan bo'ladi. Bitta barmog'idagi dog'idan bilib qolishadi. Shu hammasiga tashvish tushgan. Rasululloh aytadilarki, Ja'farning oilasiga og'ir musibat kelib qoldi. Ovqat qilib yeyishlikka bularda quvvati yo'q. Ovqat qilib xabar olinglar dedilar. Shundan shu narsa sunnat bo'lib qolgan. Birodarlar, biz kecha kuni namoz haqida gaplashdik. Sizlarga bir ilinib aytamanki, mana shu kitobdan meni uyimda bor. Men juda ham ko'p foydalanaman. Chunki nimaga? Men to'g'ri namoz o'qishim kerak. Chunki inson namozi bilan Allohga yaqin bo'ladi. To'g'ri namoz o'qishga harakat qilib shu kitobdan ko'p o'qiyman. Uylaringizda shunaqa kitob bo'lsa ko'p o'qinglar shuni. Agar bu kattalik qilsa, Xudo rahmat qilsin, Shayx Hazratni Mo'minning Meroji degan kitoblari bor. Kitobning nomini qarang-da, bu hadisdan olingan. Mo'minning Meroji. Namoz mo'minning meroji. Merojga kishi yaxshi chiqish kerak. Menga bugun chiqayotsam, domla deydi, siz yaxshi kiyimlaringizni kiyib, o'zingizni to'g'rilab chiqasiz ekan, sizni videoga olishar ekan deydi. Birodarlar, namozga kelayotganingizda sizni nafaqat videoga olib turishadi, siz Xudoning ro'parasiga kelib turasiz. Meroj deb shuni aytadi. Boshqacha bir tayyorgarlik bilan kelish kerak. To'yga qanaqa borasizlar? Namozga shunaqa kelinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ya Robbim, bizlarni ilmlarimizni ziyoda qil, gunohlarimizni avf et. Ya Robbim, bizlarga foydali ilm ber. Xudoyo, zarar qiladigan ilmdan panohingga qochamiz. Ya Robbim, o'zimizda yomonligimizdan, shaytonning yomonligidan panohing ber. Xudoyo, shaytonning sharridan bu dunyoda ham, vafot qilayotganimizda ham, u dunyoda ham zarardan Xudoyo saqlagin. Ya Robbim, bizlarni ko'rib turibsan. Xudoyo, bizlarni avf et. Hammalarimiz senga iltijo qilamiz. Bizlarni avf et. Ichimizda yosh kattalar bor, begunoh kishilar bor. Ya Robbim, bularning barakotidan bizlarni avf et. O'tganlarimizga rahmat qil, farzandlarimizni solih qil, zurriyotlarimizdan ahli do'zaxlarni chiqarma. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.